Nodir Hayitov. Vohidjon Isoqov qarsanglar qattiqroq bo'lsin. Assalomu alaykum Vohid aka. Assalomu alaykum Nodir aka, xursandman. Salomat bo'ling. Juda ham xursand bo'lib o'tiribman. Boshlangandan beri tiggani yo'q muxlislar. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanijoningiz sog'. Bitta qarsak bo'lsin. Juda chiroyli go'zal konsert bo'lyapti. Keyin Vohid aka sizdan iltimos, bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Menga qarang, men bu yerda hozir chiroyli qizlar gul beryapti-da. Aha. Kelin syomka qilib o'tiribdi. Shunga iltimos, menimda sal mana bundoq qilib oling gullarni. Zo'rog'a. Ertaga millarga chiqib o'tirmang. Kelib olib, marhuma oxirgi marta Vohidjon Isoqovga shu yerda gul bergan edi. Uning yagona aybi Vohidjon Isoqovga qarab deb gul bergan edi, deb turmasin. Sog' bo'ling, qarsanglar bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Bemalol. Aka agar ruxsat yo'qmi? Aka gap yo'q sizga lekin. Joningiz sog' bo'lsin. Nimaga sizni oldingiz yopiq aka? Nos chekib chalasizmi? Cho'psinib ketyapman. Qaytaradi. Men tushunmayman aka, men bir lo'li bo'lsam qaydan bilaman. Assalomu alaykum yaxshilar, xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. To'kilgan tabassum tilloga tengdir, yaxshi niyat aslida xumoga tengdir. Bir bora jilmayib bir kulib qo'ying, bu olam torga tor, kenglarga kengdir. Xush kelibsizlar. Omon bo'linglar. Rahmat. Tanijoninglar sog' bo'lsin iloyim. Ko'z tegmasin iloyim sizlarga. Tuf ko'z tegmasin. Joninglar sog' tuf ko'z tegmasin. Qadrdonlar hamma shu yerda. Komil vlogiz. Qandaysiz? Amerikaga bormay timsohlarga yem bo'lib qaytib kelgan bola. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Tanijoningiz sog' bo'lsin, qadrdonlar. Ko'z tegmasin. Shu ko'z tegmasin deganda ona bitta irim esimga tushib ketadi-da. Biz ilgari to'ylarga borganimizda avtobuslarga chiqib olardik, qudalarni uyga avtobusda borlardi, to'yxonalar yo'q edi. O'shanga chiqib olganimizda yosh katta onaxonlar yosh ayollarga, qizlarga aytardi: "Hey qizlar, ayollar, juvonlar, to'yga borganda sho'x ashula bo'lsa, chiqib olib darrov jilpang qilpang qilib o'ynamalaring" derdi. O'ynasak nima bo'ladi desa, ko'z tegadi. Desa bitta qo'shnimiz, "Hanifa xola xavotir olmang, menga ko'z tegmaydi" dedi. Hammaga tekkan ko'z nimaga sizga tegmas ekan desa, "Men bugun ishtonimni chappa kiyib chiqqanman" dedi. Bo'lmadi shunaqa irim. O'rgilaysizlar, sizlarga savolda, u ko'z qayerdan biladi chappa rostaligini? Yo rengin qiladimi uni? Tit. Voy, rosta narsasi yo'q ekan-ku buni deb qaytib ketadimi? Voy, irim qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda tursak kerak ona. Shunaqa irimlarimiz bor. Endi voshida dahshat. Mana bolaligimizda kasal bo'lganda ona aytinglar, bolalarni doktorga olib bormagansizlar, to'g'rimi? Shunaqa irimlarimiz bor. Mana bolaligimizda ko'p tepki degan kasallik bo'laydi. Bormi? Va o'rgilaysizlar, tepki degan kasallikda nima qilib tuzatgan? Egizak tuqqan xotinga olib borib teptirgan. U bola kasal o'zi. Yana ana xotindan uying kuysin. Qaytib tepki bo'lgan nomard deb qaytib ketadi. Ey, meni onam g'ijduvonda bilmayman, bitta ekan egizak tuqqan xotin. Ey, tepki bo'lganimda olib borardilar, uyni tagidagi navbatni ko'rib aka. Ana o xotinni topayotgan pullarini ko'rib aka, uyni hashamatligini ko'rib, ishoning aka tuqqilariz keladi. Shunaqangi o'chirit ko'p. Endi irimlardan yana bir zo'ri ona eshak emi degani bo'lardi, ha? Etagiga kepak solib, onasi eshakka tutqizadi, eshak yeydi, bola tuzaladi. Mantiqni qarang zo'rligini. 10-11 yillab o'qib diplomi bor doktor qolib, qayerdagi bir diplomi yo'q eshak bolani so'zyapti-da. Va irimlarni zo'rligi shunaqangiz. Men onamdan so'radim, "Ona, repertuar qilyapman, ayting, irimlar bo'lsa yozib olay" dedim xola. Onam aytib berdilar. Ishoninglar, meni hayvonlar katta qilgan ekan.
Mani hayotimni hayvonlar saqlab qolgan ekan. Shunaqangi irimlar bor, zo'r irimlarimiz bor. Keyin irimlarda yana bir zo'ri, bola idlanib qopti, suqlanib qopti, kinnalab qopti deydi. Ana shu paytda zo'r irim bo'lgan. Men hamma yoqdan yiqqanman bu narsani. Qaysidir joyda bo'lmasligi mumkin. Hozirdan aytib qo'yay, keyin yo'q ham nomanglar. Mana agar bola suqlanib idlanib qolsa, itni ovqat yeydigan tovoqchasini olib, bolani betini yuvib, ana o tovoqchaga tushgan suvni bolaga ichirgan. Demang apa, qiyshayman. Xudoga shukr, o'sha suvlarni ichib kam bo'lganim yo'q. Yo biror kamchilik ko'ryapsizlarmi menda? Mana krasavchikman, Xudoga shukr. Rasta, qarsak chalishinglar mumkin. Ko'pchilikka san'at qon bilan kirgan bo'lsa, menga o'sha suvlar bilan kirgan. Keyin irimlarda it bilan bog'liq yana zo'r bor, aytaymi? Juma kuni it orqasidan poylaganlar bormi? Sababi juma kuni it oppoq. Aka u oq bo'lmaydi. Kak abichni bir xil bo'ladi. Prosta o'sha kuni odamlar orqasidan quvlavergani uchun it qo'rqadi-ku. Shuni natijasi aka u. Har juma it ham hayron. Odamlarga nima bo'ldi? Bu yoqdan bunisi kelyapti. Ketdi ular. Ketdimi? Voy tobaqlar har juma quvlagan bular. Undan ko'ra jumaga chiqsa bo'lmaydimi bular? Bir ma'ruza eshitsa bo'lmaydimi bular? Voy to'g'ri, bulardan normallik yo'zilib ham bo'lmaydi. Voy shunaqangi irimlarimiz bor edi. Agar yana irimlarni zo'ri, daraxt hosil beravermasa, nima qilingan? Boltani olib ona daraxtga olib borib, xotin rol o'ynab qo'rqitgan. Boltani ol, sho'p tashayman. Sho'p tashayman, xotini dadasi shashizdan qaytdi. Dadasi shashizdan qaytdi, to'xtang, men bitta so'ray. Solasam? Dadasi ana solaman deyapti. Va kelasilar hammasini bitta qilib solar ekan. Qoch o'limdan menga bepushtaroq kerak emas. Dadasi qo'rqitmang, bechara, solaman deyapti-ku. Qara lekin solmasa kelasilar. Ikkalangni ham cho'p tashayman aytib qo'y. Qara lekin ketadi, kel daraxtlar, qara. Sana otingdan va'da berib qo'ydim. Sharmanda qilma, jahli yo'q, ikkalamiz ham cho'p tashay bo'pti. Ketdi. Bu yoqda daraxt tomon ketib qolgan. Tavba qildim. Shu xotinlarni tushunmayman. 6 yildan beri qo'rqitadi meni. Men chinor daraxti bo'lsam. Ana o dumaloq urug'chalarimning yong'oq deb o'ylasa kerak-da bular, Voy, shunaqa zo'r irimlarimiz bo'lgan. Irimlarni qirolini aytaymi? Zo'r. Hamma qilgan uni. Ko'zga go'micha chiqsa, xola, nima qilgan? To'xtang, mutaxassisdan so'raylik. Mutaxassis topildi. Onachi, o'rgilaysiz. Nima qilgan shunda? Ona, ayting. Kim biladi? Nima qilgan? Emlagan. Uchta halol, uchta harom. Sizlarda sal boshqacha ekanda. Bizniki vobshe dahshat, ona. Ana aytasizmi? O'rgilay, ayting. Bizda qo'y ko'p bo'laydi, qo'y. Qo'y ko'p bo'laydi. Qo'ydi, qumalog'ini olib, bir ipga bog'lab, ko'zini ustiga qo'yib osiltirib yurgan jinniga o'xshab. Ko'chada ko'rgan birinchi odam, "Voy, ko'zingga nima qildi?" desa, shartta unga otib yorsa, avtomatik go'mcha unga o'tib ketaymish. Voy, bluetooth bo'lar. Telefonning bluetooth programmasi bizlarni irimlardan olingan. Keyin yana zo'ri bor edi.
boya aytmadilar. Ertalab turib birinchi qayoqqa borsa, o'sha yoqqa borib salom berish kerak edi. Hojatxonaga kirib ola. Salom berish ham oddiy salom emas, uni o'zini she'rlari bor edi. Salom sumbul saroyi. Bormi mening go'mchayimning davoyi? Desa hojatxona jim. U yer saroy ekan. Biz bilmay yurgan ekanmiz. Salom sumbul saroyi. Hey, sen aytyapsan. Bormi mening go'mchayimning davoyi? Hey, desa ovoz kelardi. Ey, noshukur banda. Boshqa yog'ingga chiqmaganiga shukr qil. Hojatxonani bo'shat, biz ham kiraylik. 3 soatdan beri salom beryapsan. Probka bo'lib ketardi ana u joy. Va irimlarimiz shunaqangi zo'r. Keyin bu irim yilida 2 marta bo'ladi. Bahorda, kuzda. Yomg'ir yog'averib to'xtayvermasa, esga tushib ketdi. To'ng'ich farzandmisiz deyman, ha? Akam, o'g'lim, qani bir tomga chiqib ketsalar dadam. Akam orqasidan ketardik biz ham. Bir ishni qoyillatadiganday tomga chiqib, quyosh botadigan tarafga teskari qarab, hammamiz bir tekis bo'lib olib, orada cho'ponchamizni ko'tarib qo'y. Aka, yaxshi ham o'sha paytlar bor-ku, telefon bo'lmagan ekan. Bo'lmasa o'ylay agar hammani zapis kelaydi. Har kun, bugun bu boshqa ish to'xtatibdi. Voy dahshat. Keyin eng zo'r hozir. Eng zo'r joyi to'y qilarganda yomg'ir yog'ib qolsa, hovlida bo'lgan-ku to'ylar. To'ydi egasi. Ishtonni yechib teskari qilib, dorga ilib qo'ysa, yomg'ir qolgan ekan. To'ydi egasi, 2000 ta odam aytib qo'yganman, palatka ham qilmaganman. Hamma xarajatga tushadigan o'xshayapman. To'xtash, irim sirimini qilib o'ray. Hozir to'xta, irim sirimini. Ha, qoldiraman seni hozir, o'zim aytir. Kelib ishtollarni yechib. Hopa. Ana, hozir to'xtaydi. Tushunmadim. Qolmayaptimi? Xotin! Buyoqqa menikini kuchi yetmayapti. Onangni ham chaqir, rahmatli qaynatam aytgan, ne suv toshqinlarini oldin olgan deb. Ballaringni ham olib kel. Kevolib oilaviy ishtollarni dorga ilib qo'ysa, yomg'ir qolganmi? Qolgan. Men voy, nima deyapman? Assalomu alaykum. Nima deyapman? Qarsa chalib qo'yinglar, nima deyapamga. Umringiz uzoq bo'lsin. O'ktam Qoraboyev, rahmatli ustozimizning ayollari. Umringiz uzoq bo'lsin. Xullas, qolganmi? Qanday qolgan? Men isbotladim buni. Qolgan ekan yomg'ir. Hamma ishtonni yechib ilib qo'ygan paytda bulut shunday qaraganda, voy sharmanda. Voy to'y qilaman mana bular sharmanda. Voy, mana bu kampirga nima gap bor ekan? Tavba qilib. Ketdiga nariroqda yo'g'aylik deb bulut uyalganidan ketgan. O'rgilaysizlardan bu irimlar hammasi bid'at narsalar, dinimizda qoralangan narsalar o'rgilaysizlardan. Bular ozgina kitob o'qib, ilmimizni, bilimimizni oshirmaganligimiz oqibatida o'ylab topilgan narsalar bular. Joninglar sog' bo'lsin. O'zimizda Vohidjon Isoqov endi davramiz to'riga taklif etamiz. Marhamat.